Assalamualaikum hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Xitay Aqsaycında Tibet bilan Şərq Türkistanni tutashtirilgan taş yol yasashni planlamoqda ekan. Hindutorning 21-iyuldagi xabariga qaraganda, Xitoyning yasamoqchi bo'lgan G695 davlat yo'li 1950-yillari yasagan G219 taş yo'lidan qasla Xitoy tajovuzchilari tarafidan 38,000 kvadrat kilometr zaminni kontrol qilingan Hindistonning Aqsaychin rayonidan o'tadigan ikkinchi cho'ng taş yo'li hisoblanadigan bo'lib, 2035-yilga qadar qurilish tamomlanadi ekan. Janubiy Xitoy Atlantik pochtasining chorshanba kundagi xabarda aytilishicha, G219 taş yo'liga qaraganda amaliy kontrol liniyasiga texmi yaqinlashgan hamda G219 taş yo'lini bo'ylab atalmish Shinjondagi Mazhadan o'tib, Aqsaychin orqali Hindiston, Nepal va Bhutan bilan bo'lgan chegarani bo'ylab janubga, Arunachal Pradesh chegarasini kesib o'tgan Tibetning sharqiy janubidagi Lixunzaga tutishidi ekan. Taş yo'lning xaritasi e'lon qilinmagan bo'lsa-mu, dokladda tasvirlangan yuqori suratli taş yo'l Aqsaychinni kesib o'tadiganligidan darak beradi. Pochta gazetining xabariga qaraganda, yangi qurilishning tafsiloti texnik aniq emas, ammo tash yo'l bitgandan keyin amaliy kontrol liniyasidagi Depsang tuzlanligi, Galvan vodisi va Issiq ko'l qatorli qiziq talash tortish rayonlariga yaqinlashishi mumkin. G695 davlat tash yo'li G219 tash yo'lini to'liqlaydigan yana bir chegara tash yo'li bo'lib, Xitoyning boyliqlarni tezlikda chegara rayonlariga yetkazishiga yordam bera oladigan yana bir muhim qon tomir rolini o'ynaydi ekan. Bu hafta Beijing yangi davlat tash yo'li to'ri planini e'lon qilgan bo'lib, 2035-yilga qadar 162,000 kilometr davlatlik tash yo'l, 299,000 kilometr o'lkalik tash yo'l bo'lib, jami 461,000 kilometr yo'l yasashni planlagan. Xitoy boshqariladigan bomba sinoq maydonida STF model aeroplaniga o'xshaydigan bir aeroplanni vayron qilib o'tgan. Sun'iy hamroh suratini tahlil qilish natijasida Xitoy armiyasining Yaponiyaning havo mudofaa armiyasi ishlatadigan aeroplanining modelini vayron qilganligini ko'rsatib berdi. Modelning boshqariladigan bomba nishon mashqida ishlatilganligi aniq. Amerika sun'iy hamroh shirkati bu suratlarni 7-oyning 13-kuni atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi qumliqdan tortib olgan. Rasmni tahlil qilganda markazdagi bir jismning kuyib ketganligi va axlatlarning yaqin atrofga chechilib ketganligi ma'lum bo'lgan. 5-oyning 13-kunidagi o'xshash o'rindan tortilgan rasmda uchish yo'li va uningda aeroplandek ko'ringan jismlar ko'rsatilgan. Yaponiya davlat mudofaa ministrligining sobiq axborot analizchisi Nishimura Kenichi ilgirki rasmning markazidagi jism Yaponiyaning havo mudofaa armiyasi boshqaradigan AWACS tuzish aeroplanining modeli deb qiladi dedi. Bu aeroplanda cho'ng diski shaklli radar bor bo'lib, Yaponiyaning havo bo'shlig'iga yaqinlashgan gumonli aeroplanlarni bayqay oladi. Nishimura bu o'rinning Xitoyning harbiy boshqariladigan bomba sinoq maydoni deb qaraladiganligini, shunga bu jismning boshqariladigan bomba sinoqining nishoni bo'lishi mumkinligini, boshqariladigan bombaning nishonga tekkan tekmaganligini jazmlashtira olmaydiganligini aytdi. Nishimura Xitoyning Tayvanni o'z ichiga olgan kutilmagan ahvolga duch kelganda hech bo'lmaganda orzu qilgan narsasi Yaponiyaning havo strategiyasiga kirish, har vaqt Yaponiyaning bazasiga hujum qila oladiganligini ko'rsatish dedi. Angliya istixboroti Xitoyga josuslik qilish uchun qurollantirildi. Washington vaqtining 21-yildagi xabarda aytilishicha, Angliyaning M16 chet el istixborot mulozimati Xitoydan kelgan tahdidga ahamiyat berib, tarixiy josuslik organini qaytadan qurib chiqdi. Bu organning direktori payshanba kuni oz ko'rilgan ommaviy nutqida buni oshkorladi. Maxfiy axborot mulozimatining boshlig'i Mo'r Apandi M16ning Xitoy Kommunistik partiyasi haqida yengilib boqmaganligini aytdi. Mo'r Apandining aytishicha, Amerika Markaziy istixborot idorasining xizmatiga o'xshamaydigan M16 maxsus inson josuslik organi bo'lib, u axborot analizi bilan shug'ullanmaydi. Bu organ roman yozuvchisi Ian Flemingning James Bond kinolari va M16ning sobiq amaldori John Le Carrening josuslik romanlari bilan tang chiqargan. M16ga josus qabul qiluvchi Mo'r Apandi chet ellarda to'plagan mo'l tajribaga ega bo'lib, hukumat va g'arb dunyosidagi ammada Xitoyning erkin jamiyatga elib kelgan tahdidi haqida tunilishning yuqori ko'tarilayotganligini, ilgari bilan o'xshamaydigani Xitoyga texim ko'p kuch chiqarayotganligi, boshqa sohalarga solishtirganda texim ko'p kuch sarf qilinayotganligini, Xitoy istixborotiga qaratilgan nishonning terrorlik bilan kurash qilish vazifasining oldiga o'tganligini aytdi.
Naqadar boyliq va huzur ichida yashasimi, mustaqil bir davlati bo'lmagan millat xizmatkar o'rnida ko'riladi. Xo'jayin bo'lolmaydi. Bir kollektiv yakka bir shaxsning g'ayrati bilan bir qadammo olg'a ilgarilayolmaydi. Umumiy qutulish umumiy g'ayratni talab qiladi. Bir millat, bir mamlakat uchun qutulish, asallik va muvaffaqiyat orzu qilsak, buni bir shaxsdan hech bir vaqt talab qilmasligimiz lozim deydi Mustafa Kemal Atatürk. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni köngün alaq üçün köp rəhmət. Kelər qitimki proqramımızda görüşkəcə Allah'a emanet bolğaysızlar.